Homiladorlik bu tabiiy, fiziologik jarayon. Bu yo'l umid va quvonchga, ba'zida esa savollarga to'la. Har bir homilador ayol bu yo'lni yaqinlarining qo'llab-quvvatlovi bilan bosib o'tishi lozim. Har bir ayol o'zini yolg'iz emasligini his qilishga munosib. Uning yonida tinglaydigan, tushunadigan yaqinlari bo'lishi muhim. Ayol o'zini e'tiborga olingan va qo'llab-quvvatlanayotganligini his etganda uning stress darajasi pasayadi hamda homiladorlik davri sog'lomroq va ishonchga to'la bo'lib kechadi. Farzand dunyoga kelishi bu birgalikda bosib o'tiladigan yo'l. Biz homilador ayollarga tug'ruqni hamrohlari bilan birgalikda o'tkazish imkoniyatini ko'rib chiqishni tavsiya qilamiz. Hamroh kim? Bu turmush o'rtog'i, opa-singil yoki dugona bo'lishi mumkin. Tug'ruq vaqtida yaqin insonning borligi ayolni ruhiy qo'llab-quvvatlaydi. Uning stress darajasi va xavotirini kamaytiradi hamda ona va chaqaloq uchun ijobiy sog'liq natijalariga erishishga yordam beradi. Agar farzandning dunyoga kelishi individual tug'ruqxonada o'tsa, ayolning hamrohi uning turmush o'rtog'i bo'lishi mumkin. Boshqa hollarda esa tug'ruqxonada ayolga boshqa ayol jinsiga mansub yaqin qarindoshlari yoki dugonalari hamroh bo'lishi mumkin. Har bir ayol homiladorlik, tug'ish va farzandli bo'lganidan keyin hurmatga asoslangan munosabatlarga haqli. Bu o'zi uchun ishonchli hamrohni tanlash, tug'ruq vaqtida erkin harakatlanish, qulay holatni tanlash va og'riqsizlantirishdan foydalanish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Biz tibbiyot xodimlari va poliklinikadagi hamkasblarimiz bu masalalarni homiladorlik davrida muhokama qilishni boshlaymiz. Birgalikda biz ayolni tug'ruqqa tayyorlashga yordam beramiz, toki o'zini ishonchli his qilsin, o'z huquqlarini anglash va har bir bosqichda zarur yordamni olish imkoniyatlariga ega bo'lsin.